Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Si Zinpin Trampni sirli bog'da sayr qildirdi. AQSh va Isroil kelasi hafta Eronga zarba berishni qayta boshlashi mumkin. Rossiya Ukraina rahbariyatini yo'q qilmoqchi. Zelenskiy Eron Rossiyaga uran topshirish bo'yicha muzokaralarni tasdiqladi. Endi esa batafsil Rossiyadagi hamyurtlarimiz diqqatiga. Agar sizga трудовой договор, NN, уведомление, deport запретni tekshirish va boshqa shunga o'xshash hujjatlar kerak bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin. Xizmatlarimiz arzon va ishonchli. Murojaat uchun hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Si Zinpin Trampni sirli bog'da sayr qildirdi. Savdo, Tayvan va Eron masalalari bo'yicha o'tgan muzokaralardan so'ng Xitoy rahbari Si Zinpin AQSh prezidenti Donald Trampni Pekindagi yopiq Jongnanxay qarorgohiga taklif qildi. Ikki davlat rahbari 15-may kuni sammitning so'nggi soatlarida yoshlari asrlarga teng daraxtlar orasida sirli bog'da sayr qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Bu hudud ilgari imperator bog'i bo'lgan. Hozirda bu yerda hukmron kommunistik partiya apparati va Xitoy davlat kengash idoralari joylashgan. Majmua poytaxtning mashhur taqiqlangan shahri yonida va Tiananmen maydoni yaqinida joylashgan. Sayr davomida rahbarlarning suhbati mikrofonlarga yozib olindi. Unda Tramp ba'zi daraxtlarning 1000 yoshda ekanini eshitib hayratini yashira olmadi. Si Zinpin tarjimon orqali baland daraxtlarga ishora qilib shunday dedi: "Sizga aytsam, bu tarafdagi barcha daraxtlarning yoshi 200 yildan 300 yilgacha. Anavi yerda esa 400 yoshdan oshganlari ham bor", dedi Si. Tramp bunga javoban ular shunchalik uzoq yashaydimi deb so'radi. Si Zinpin boshqa joylarda 1000 yillik daraxtlar ham borligini qo'shimcha qildi. Tramp boshqa xorijiy yetakchilar ham ushbu yerda qabul qilinishi yoki qilinmasligi bilan qiziqdi. Juda kamdan kam hollarda avvallari bu yerda diplomatik tadbirlar o'tkazmasdik. Keyinchalik boshlagan bo'lsak-da, bu kamdan kam hollarda yuz beradi. Masalan, Putin bu yerda bo'lgan, deb javob berdi Si Zinpin. Shundan so'ng Xitoy rahbari Trampni 280 yoshli daraxtni ushlab ko'rishga taklif qildi. "Yaxshi, menga yoqdi", deb javob qaytardi Tramp. AQSh va Isroil kelasi hafta Eronga zarba berishni qayta boshlashi mumkin. AQSh prezidenti Donald Tramp ma'muriyati agar diplomatik sa'y-harakatlar muzokaralarda biror natijaga olib kelmasa, Eronga qarshi harbiy zarbalarni qayta boshlash ssenariylarini ishlab chiqmoqda. Bu haqda o'z manbalariga tayanib New York Times nashri xabar berdi. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Trampning maslahatchilari keskinlik kuchaygan taqdirda yanada kengroq ko'lamli bombardimonlarni o'z ichiga olgan zarbalarni qayta tiklashning ehtimoliy rejalarini allaqachon tayyorlab qo'ygan. Shu bilan birga manbalarning ta'kidlashicha, Amerika prezidenti hali yakuniy qarorni qabul qilmagan. Bunga parallel ravishda bir qator davlatlar Tehronni Hormuz bo'g'ozini qayta ochishga undaydigan va Oq uyga operatsiyaning siyosiy muvaffaqiyatini e'lon qilish imkonini beradigan o'zaro kelishuvga erishishga harakat qilmoqda. Tramp jurnalistlarga Eronning so'nggi tinchlik taklifi nomaqbul ekanini, AQSh manfaatlariga mos kelmaydigan tashabbuslarni muhokama qilishga tayyor emasligini ta'kidlagan. New York Times yozishicha, harbiy rejalar Eronning harbiy infratuzilmasiga kengaytirilgan aviazarbalar berishdan tortib, yerosti yadroviy obyektlarga qarshi maxsus operatsiya kuchlaridan foydalanishgacha bo'lgan bir nechta variantni o'z ichiga oladi. Mintaqaga allaqachon 10 minglab amerikalik harbiylar, aviatashuvchi guruhlar va jangovar shay holatdagi samolyotlar to'plangan. Eron tomoni o'z navbatida javob choralariga tayyorligini bildirib, har qanday yangi tajovuzga qat'iy javob qaytarilishi haqida ogohlantirmoqda. Rossiya Ukraina rahbariyatini yo'q qilmoqchi. Zelenskiy rossiyaliklar yangi zarbalar berish, xususan Bankovaya ko'chasidagi binoga hujum qilish uchun Kiyevdagi siyosiy va harbiy obyektlarni qidirish ishlarini faollashtirdi. Biroq davlat rahbariyati va ukrainaliklar mustaqillikni har qanday sharoitda himoya qilishga tayyor, deb yozdi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy o'z Telegram kanalida. Uning so'zlariga ko'ra, Ukraina maxsus xizmatlari poytaxt va mamlakatning boshqa shaharlaridagi bo'lajak hujumlar nishonlari batafsil ko'rsatilgan Rossiya hujjatlariga ega. Bizning qo'limizda Rossiya hujjatlari mavjud. Ularda Kiyevga va boshqa shaharlarimizga, armiya rahbariyati, hukumat bo'lish mumkin bo'lgan siyosiy va harbiy obyektlarga, bu yerga, Bankovayaga zarbalar berish uchun nishonlar taklif qilingan. Ular bu rejani anchadan beri pishitishmoqda hozir. Erondan keyin yana faollashib qolishdi. Qayerda ekanligimizni, qayerda bo'lishimizni izlashmoqda, deya ta'kidladi Zelenskiy. Zelenskiyning qo'shimcha qilishicha, bu nafaqat shaxsan uning o'ziga, balki Ukraina harbiy siyosiy rahbariyati,
razvedka va maxsus xizmatlarning boshqa vakillariga ham tegishli. Ukraina rahbari dushmanning bunday rejalari va rahbariyatni qo'rqitish yoki yo'q qilishga bo'lgan urinishlari Ukraina xalqining pozitsiyasini o'zgartira olmasligiga ishontirdi. Moskvadagi allakim ukrainaliklar hech qachon o'z mustaqilligidan voz kechmasligini hali ham tushunib yetmadi. Har qanday holatda Bankovaya bilan yoki Bankovayasiz o'z yerimizni, suverenitetimizni, davlatimizni topshirmaymiz deya xulosa qildi Ukraina prezidenti. Avvalroq Ukraina Mudofaa vazirligi bosh razvedka boshqarmasi Rossiyaning yangi raketa dron hujumlariga tayyorgarlik ko'rayotganini tasdiqlovchi hujjatlarni qo'lga kiritgandi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra Rossiya qaror qabul qilish markazlari deb ataladigan obyektlarga, jumladan 20 ga yaqin siyosiy obyektlar va harbiy qo'mondonlik punktlariga zarba berishni rejalashtirmoqda. Xususan e'lon qilingan nishonlar suratlarda Kiyev markazidagi binolar, prezident ofisining turli qavatlardagi kabinetlari va davlat rahbarining dala hovlisi qayd etilgan. Eron Rossiyaga uran topshirish bo'yicha muzokaralarni tasdiqladi. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Tehron Moskva bilan boyitilgan uran zaxiralarini Rossiyaga topshirish ehtimoli yuzasidan dastlabki maslahatlashuvlar o'tkazganini tasdiqladi. Bu haqda 15-may kuni Al Jazeera telekanali xabar qildi. Aroqchining so'zlariga ko'ra, Eron Rossiyaning hamkorlik qilishga tayyorligini yuqori baholagan. Biroq mazkur masala bo'yicha yakuniy qaror AQSh bilan Eron yadroviy dasturi yuzasidan olib borilayotgan muzokaralarning keyingi bosqichida qabul qilinadi. Ushbu bosqichga yetganimizda albatta Rossiya bilan qo'shimcha maslahatlashuvlar o'tkazamiz va Rossiya taklifi yordam bera oladimi yo'qmi shunga qaraymiz, dedi Eron tashqi ishlar vaziri. Uning ta'kidlashicha, hozircha uranni topshirish haqida aniq gap ketmayapti. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin 9-may kuni Moskva Eron uranini qabul qilishga tayyorligini bildirgan edi. Rossiya bunday mexanizmdan 2015-yildagi yadroviy kelishuv doirasida ham foydalangan. Shu bilan birga Islom inqilobi muhofizlari korpusiga yaqin bo'lgan Tasnim agentligi G'arb matbuotida chiqqan Eron uranni chet davlatga berishga prinsipal rozilik bildirgani haqidagi xabarlarni rad etdi. Avvalroq The Wall Street Journal manbalariga tayanib, Eron AQSh bilan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, uran qaytarilish sharti bilan uning bir qismini 3-davlatga topshirishga tayyorligi haqida xabar bergan edi. Ma'lum qilinishicha, Washington Tehronga 14 banddan iborat keng qamrovli taklif yuborgan. Unda Eronning yadroviy quroldan to'liq voz kechishi, 12 yil davomida uran boyitishni to'xtatishi hamda 60% gacha boyitilgan taxminan 440 kilogramm uranni topshirishi talab qilingan. Buning evaziga AQSh sanksiyalarni bosqichma-bosqich bekor qilish va Eron aktivlarini muzdan chiqarishga tayyorligini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp esa Eronning mazkur shartlarga javobini butunlay qabul qilib bo'lmaydigan deb atagan.